Assalamu alaykum, hürmetli cemaatlerimiz. Muhaciratdaki Uygurlarning tili, dini ve örf adetlerini saklap qilish, vatanimizning mustaqillik yo'lida barabar bir yangdan qo'l chiqarish va bir yoqadan tang bosh chiqara oladigan ittifoq, diyanetlik, ulgulik bir Uyg'ur jamiyati barpo qilish maqsadida va shundaqla dinda, fanda tang tarbiyalangan vatansuyar avangard yeni nesil avlodlarni tarbiyalab chiqish uchun 2014-yil 3 oila İstanbulga 40 kilometr keladigan Selimpaşa rayoniga o'rinlashdik. Bu nishonga yetish uchun 2015-yil 6-oyda qizlar binosi, o'g'illar binosidan iborat 9000 kvadrat keladigan ikki binoni selib buni maktab ham vaqfi qilib ishlatdik. 2017-yil Uyg'ur mahallasi qurish maqsadida 40 ailelik o'ltiraq rayon saldık. Beliq berish emas, beliq tutishni o'gitish shuariga asosan Selimpaşa'da 2 yerda atoliya, bir yerda raxt fabrikasi yani zavod qurib Uyg'urlarning ish masalasini hal qildik. 2023-yili Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi Kanadadagi ikna jamiyati o'rtaq planlash va o'rtaq loyihalash orqali siz ko'rib turayotgan bu yerdagi 96 oilelik Uyg'ur mahallasi qurishni boshladik. Hamda bu ishlarimiz hozir alhamdulillah hozir mushagichilar keldi. 80 oilelik uyninki asosiy gavdasi 32 uy hozir odam kirishga az qoldi. Shu munosabat bilan biz bu uylarga ijara o'ltirmoqchi bo'lgan Uyg'ur xalqimizni tizimlashga boshladik. Bu uylarning ijarasi Uyg'urlarga bozordan sal arzonroq yoki muvofiq bahoda ijaraga berildi. Bu kelgan ijara Uyg'ur farzandlarininki ma'arif ishlariga sarf qilindi. Oxirsida jamoatimizdan samiga shuni eskartmoqchimanki, bu turninki yer pulisini biz Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi chiqardigan, qurilish chiqimini Kanada ikna jamiyati chiqardigan bo'lib, bu yerning pulisi 2 milyon 250 ming dollar bo'lib, bu yerning pulisini to'lashga bizning imkoniyatimiz ojiz kelyotdi. Shu munosabat bilan bizning rohat qo'rosdagi bir necha uyni sotmoqchi, agar elishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.